Xpeng mashinasida avtoparkovkani testini qilib ko'ramiz. Bu mashina juda ham ajoyib parkovka qiladi. Bunga shubham yo'q, lekin buni sizlarga ko'rsatish uchun отдельно shu parkovkasi chizilgan joyga keldim. Xo'p, farqi boshqa mashinalardan. Siz boshqa mashinalarda kelasiz, knopkani bosasiz va unga mana bu joyga parkovka qilgin deb aytganingizdan keyin qiladi. Lekin bunda zo'r tomoni bor. Qarang. Mashinadan tushdim. Сделай parkovku. Bo'ldi. Boshqa hech narsani bosmayman. Men bilmayman bu qayerga qo'yadi hozir. O'zi bilib qayerga xohlasa qo'yaveradi. Yoniga qo'ymoqchimi yoki orqaga yuradi menimcha. Orqaga yuryapti. Eng optimal variantni tanlaydi bu. Eng optimal variantni tanlab qo'yadi. Davom ettir. Men o'tganimni ko'rib to'xtadi. Odam o'tyapti deb o'ylab to'xtatib qo'ydi. Juda ham ajoyib parkovka qiladi, juda ham tekis to'g'ri qo'yadi. Hech qanaqa muammo yo'q bundan. Bo'ldi. Siz bunga qayerga qo'yishni ham belgilab o'tirib, anaqa qilib o'tirmaysiz. Xo'p, yana zo'r funksiyalaridan bu avtoparkovkadan chiqish funksiyasi bor. Ochamiz va tanlaymiz. Xo'p. Bu yerda tanlaymiz. Qayoq tomonga chiqsin? O'ngami, chapgami? Xo'p, biz bu yoq tomonga ketmoqchimiz. Chiq deyman. Mashinani o'zi olib chiqib beradi. Zo'r. Shunaqa gaplar do'stlar. Endi parkovka yana ham zo'rroq bo'ldi. Oldingidan ovozingiz bilan bemalol boshqarishingiz mumkin. Juda ham ko'p funksiyalari bor, ovozda boshqarish mumkin bo'lgan. Masalan, mashinangiz parkovka turibdi, lekin qayerdaligini bilmaysiz. Shu paytda "Где ты?" mana ovoz beradi. Va men shu yerdaman deydi, topib olasiz mashinangizni. Mashinani ichida o'tirib turib ham bemalol parkovka qilsangiz bo'ladi. Undan hech qanaqa muammo yo'q. Kimdirlar ishonmasa, agar endi qanaqa qo'yishiga, tam boshqa narsaga, mana parking bor. Bemalol xohlagan joyingizni tanlab, hozir bu yoqqa qo'y, bosaman. Ketdi orqaga endi. Agar bu narsani ayollar baribir o'rganib olishsa, ancha qulaylikda baribir. Ko'pchilik parkovka qiynaladi. Mana orqamda Gentra turibdi. Juda ham yaqin qo'yapti mana. Orqadan ko'rsanglar bo'ladi, lekin adashmaydi. Shuning uchun uverin bo'lib o'tiribman maza qilib. Shunaqa gaplar do'stlar. Bossam bu yerda yana anaqa bor. Exit start bor. Xohlasam o'ngga, xohlasam chapga. Men bu yoqqa chiqaman deyman. Startni bosaman, o'zi mashinamni olib chiqib beradi. Endi bu yaxshi haydashni bilmaganlarga yoki menga o'xshagan erinchoqlar uchun juda ham zo'r narsa deb to'g'risi. Shunaqa qilib sekin-sekin mashinani yana har bir funksiyalarini tanishtirib o'taman. Mashina juda ham aqlli. Xohlagan funksiyamni men ovozda telefonim orqali boshqarishim mumkin. Bagaj och, oynani och, tam konditsionerni yoqib qo'y. Hamma funksiya голосовое управление bilan bemalol boshqara olaman. Kuzatishda davom etinglar.